Bismillahirrahmanirrahim. Aziz yurtdoshlar, mo'min va mo'mina birodarlar. Ma'lumingizki, bizning yurtlarda Allohni Parvardigor, Xudo va Tangri kabi nomlar bilan atash odat bo'lib qolgan. Qizig'i shundaki, ulamolarimiz ham, imomlarimiz ham duo qilganda Parvardigor deb Allohga duo qiladilar. Ulardan shunday Alloh Qur'onda zikr qilmagan atamalar bilan Allohga duo qilish mumkinmi deb so'rasangiz, ha, bo'laveradi deb aytishadi. Ammo na Qur'on oyatlarida, na hadisi shariflarda Allohni shunday atamalar bilan atash yoki unga shu nomlar bilan duo qilish mumkinligiga hech bir dalil yo'q. Bil'aks, Qur'oni Karimning A'rof surasining 180-oyatida Robbimiz ogohlantiradi. Allohning go'zal ismlari bordir. Bas unga o'sha ismlar bilan duo qiling va uning ismlaridan og'adiganlarni tek qo'ying. Yaqinda qilgan amallarga yarasha jazolanurlar. Tafsiri Hilol Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohning tarjimalari. Burayda raziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisida shunday deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kishini shunday deb duo qilganini eshitdilar. U kishi: "Ya Allohim, ya Ahad, ya Samad, sen tug'magansan va tug'ilmagansan. Sendan o'zga iloh yo'q. Senga iltijo qilaman" deb duo qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Bu kishi Allohning buyuk ismlari bilan duo qildi. Kimki Allohning bu ismlari bilan unga iltijo qilsa, unga so'raganini beradi." Ushbu hadisni Abu Dovud raziyallohu anhu ham rivoyat qilganlar. Imom Termiziy va Imom Buxoriyning Sahih hadislar kitobidan. Shu ma'nodagi o'nlab hadislarni hadis kitoblarida topish mumkin. Nahotki biz duo va ibodatlarimizni Robbimiz qabul qilishini istamasak, Qur'oni Karimda kelgan Allohning bir kam 100 ta ismi bo'la turib, shu ismlar bilan duo qilish o'rniga Robbimiz man qilgan atamalar bilan duo qilaversak, oyatlarga amal qilish vaqti kelmadimikin?